Umra safariga 5 kishi, 6 kishi, 10 kishi bo'lib bormoqsiz. Siz arzon narx qidiryapsiz. Bunaqa arzon narx qidirayotgan bo'lsangiz, ushbu videomiz siz uchun emas, aziz yurtdoshlar. Mana sizlarga inshaalloh narxini ham endi arzon desang ham bo'laveradi, xudo xolasa. Va sharoitlarimiz ham standart plus sharoitdagi paketlarimizni tavsiya qilamiz. Eng muhimi, rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasidan turib video syomka qilyapmiz. Bizda hammasi qonuniy. Inshaalloh biz bergan sharoitni sizlarga hech kim bera olmaydi. Allohning izni bilan Allohga shukr, shunaqangi chiroyli bir sharoit qilganmiz. Ziyoratchilarimizni ko'nglini olib, xursand bo'lib, Allohning uyida turib bizni haqqimizga duo qiladigan sharoitlarni yaratdik, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa biz buni sharoitlarda, sanalarda sizlarga to'liq ma'lumotini beramiz. Sizga videoda boshdan aytayapman, O'zbekistonning aynan qaysidir viloyatidan bo'lsangiz, menga to'g'ri kelmas ekan degan narsa bo'lmasin. 12 ta viloyatidan bizga aloqaga chiqishligingiz mumkin. Qo'shni Tojikistondan aloqaga chiqib joyingizni onlayn bron qilish imkoniyatingiz bor. O'zbekistonning Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Nukus, Guliston ahamiyati yo'q, qaysi viloyatdan bo'lsangiz ham. Vodiydan ham xuddi shunaqa, Andijondan bo'lsangiz ham, Namangandan bo'lsangiz ham, Farg'onadan ham yoki Toshkentdan ham bo'lsangiz ham, xudo xolasa reyslarimiz bor. Sharoitlarimiz albatta standart paket, lekin bemalol standart plus desang ham bo'laveradi ushbu paketlarimizni. Madina Munavvarada 200-300 metr masofadagi gasnissalar, Makka Mukarramada esa 1,5 kilometr masofadagi gasnissalarimiz, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz. E'tiborli bo'lasizlar, biz videoda hamma yo'qni ro'y rostini gapiramiz. Madina Munavvarada sizlarga sabr qilib ovqat olib kirib berilmaydi. Madina Munavvarada sizlar konkretniy oshxonaga tushib taomlanasizlar. Makka Mukarramada ham xuddi shunaqa. Bundan tashqari 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Inshaalloh. 50 boshidan muammo bo'lmaydi. 14 kun sizlar bilan birgalikda mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'lishadi. Vizalari tugab ketib qoladilar, yo guruhlari bilan 3 kun oldin qaytib qoladilar, yo palondaqa ekan, 50 boshi bugun bu ekan, u ekan degan gap so'z yo'q. Gapimiz gap. 50 boshi 14 kun sizlar bilan birga bo'lishadi. Xudo xolasa, chunki mana shunaqangi 50 boshlarimiz bor. Xudo xolasa ziyoratchilarimizni ko'nglini olishyapti. Allohga shukr, 50 boshidan muammo yo'q. Va yana ziyoratlar masalasi, ziyoratlarimiz Madina Munavvarada asosiylaridan Ravza-i Sharifga aniq kirasizlar. Tavsih olinmay qopti, erkaklar kirib chiqdi, ayollarga tavsih yo'q ekan, unaqa degan gap bo'lmaydi. Inshaalloh Allohning izni bilan erta odamlar O'zbekistonda uchib ketishiga tavsih harakati qilib Ravza-i Sharifga aniq olib kiriladi. Qur'on bosmaxonasiga ish kuni bo'lsa albatta olib kiriladi. Qur'on bosmaxonasi bizni paketimizda yo'q degan gap so'z bo'lmaydi. Va albatta xurmo bog'ida ziyofat taqdim etiladi. Makka Mukarramaga borsalaring 50 boshlarimiz juda ham chiroyli ma'lumotlarni berib, ziyoratlarga olib chiqishadi. Va sayohat masalasiga Qizil dengiz sayohat qo'shib beriladi. Va aynan bizda sizlar uchun juda ham chiroyli sharoit yaratganmiz. Toif shahriga borib mukammal umra qilgan bo'lsangiz ham ikkinchi marotaba yana umra qilish imkoniyati. Toifda ziyoratlar, sayohatlarni amalga oshirasizlar va qaytayotib miqotga kirib ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bunaqangi sharoit internetda faqatgina bizni Mahmudjon O'zjonov kanalimizda va bizdan umra safariga borganlar juda ham xursand, mamnun inshaalloh Allohning izni bilan. Juda ham ko'pchilik ziyoratchilarimizga biz shuni tavsiya qilyapmiz. Inshaalloh aeroportda sizlarga mana misol uchun kamzil beriladi, sumka beriladi, bejik beriladi. Eng qizig'i hech qaysi firmada menimcha hali eshitmadim. Aeroportda samolyotda uxlab ketishlari uchun maxsus yostiqchalarni ham beriladi. 150 ming, 200 ming so'mlik. Faqatgina bunaqangi sharoitlar bizning firmada bo'ladi, hurmatli obunachilar. Endi narxlarimizga ham keladigan bo'lsa, narxlarimiz ham o'ta go'zal narx chiqardik. 24 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimizga juda ham chiroyli chegirma qilib beramiz. Aytib o'tgan sharoitim bo'ladi.
narxi $950. 28 Namangan Madina $995, 29-30 Farg'ona Madina $995, 29 Toshkent Madina $985. Inshaalloh internetdan balki narxlarimiz ham ancha arzondir boshqalarga nisbatan. Men bitta narsani aytaman, men doim qaysi firma bilan ishlasam, o'zimni klientlarim tomon bo'laman. Meni klientlarim norozi bo'lmasligi kerak, meni klientlarim qiynalmasligi kerak. Va aynan mana shu mijozlarim tomon bo'lganligim uchun ko'proq firmalar bilan ishlaganman. Bu bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin aynan mana shu firmada bizni klientlarimiz uchun juda ham chiroyli sharoitlar yaratilyapti. Mana obunachilarim uchun juda ham chiroyli sharoitlar, mana Toifga ziyoratlar. Kerak bo'lsa inshaalloh eldan ancha narximiz ham chiroyli chiqyapti, to'g'risi. Xalqimizga shuni aytib qolgan bo'lardik. Misol, meni o'zim ham $825, $850 chiqardim. Faqat u reysga 1 kun, 8 soat, 6 soat, 12 soat qolganda ular. Lekin boshqa paytdagi narxlarda inshaalloh narximiz o'ta go'zal chiqyapti bizni. Xudo xolasa ziyoratchilar o'ylanmay aloqaga chiqaverasizlar. Dekabr oyini ham narxlari go'zal bo'ladi inshaalloh. Toshkent Jidda 2-4, 9, 11, 16, 18 $1025. Farg'ona Madina 1-7, 18, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dekabrga $1035. Namangan Madina 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 $1035. Namangan Jidda 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29 dekabrga $1025. Inshaalloh ziyoratchilar ota-onalaringni ishonchli, mukammal umra qilishlik uchun aynan bizga ishonsalaring bo'ladi. Xudo xolasa litsenziyalar bor. Aytib o'tganimdek O'zbekistonning 12 ta viloyatdan bizga aloqaga chiqinglar. O'zlaring joylaringni onlayn bron qilinglar, hisob raqamlar beramiz, bank orqali to'lovlarni amalga oshirib bersalaring ham bo'ladi, xudo xolasa. Va bundan tashqari vizasi borlarga minusini qilib beramiz. 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga viza to'lovi, 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun skidkalarimizni ham qilib beramiz, xudo xolasa. Inshaalloh oilaviy ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga ham juda ham chiroyli skidkalarimizni amalga oshirib beramiz. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqinglar va bitta narsani eslaringizdan chiqarmanglar. Inshaalloh biz aytgan gaplarimizga, va'damizga vafo qilamiz. Sizlarni aldab, ertaga etga borib muammo aytsalaring, sizlar bilan olishib, boshqa qilmaymiz. Inshaalloh mabodo qandaydir muammo bo'lib qolsa ham muammoni Allohning izni bilan chiroyli qilib hal qilib sizlar ko'ngillaringni olishga harakat qilamiz. Sharoitlarimiz juda ham chiroyli. Xudo xolasa hammalaringni aloqaga chiqinglar. Maza qilib mukammal ham umra, ham sayohat, ham ibodat qilib kelishlaringga sababchi bo'lsak, biz bundan xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha obunachilar.